o'sha Qirg'izistondan kelgan qo'ylar hammasi toza qo'ylar. Mana bo'ylarini bitta ko'ring qo'zini. Mana aka. Chakam 85 ekanda. Sizlarga tushuntirib beraman. Qo'ydi masalan kallalarga ahamiyat bering-da. Mana katta bo'ladi qirg'izniki. Bu o'zimizni birodarlarga ham berib turdik. 5-6 ta sovlig'i bor ekan, qo'shib oldi. Endi sotamiz buni. Ishlashi zo'r, xudo xolasa. Vobshe zo'r, sovliqqa bor-ku. Buni garbonoslarga ham rahmat berasizlar aka. O'ta zo'rlanidan aka. Mana qulog'ini ko'rsatib qo'ying mana. Toza Qirg'iziston belka akalar mana. Bu sutga to'yganligidan mana shunaqa bo'lib ketgan jonivar. Mana bo'yi. Bu ham 80. Qarang, 5,5 oylik qo'ydi, bo'yi 80 bo'lib turibdimi? 6 oylik mana. O'ylab ko'ring. Keyin aka yoshda o'tsa o'zi 1 kishi bo'lsa o'zi biladi o'zi hamma. Qo'ydi junini qarang. Mana svetini. Toniga rahmat berasizlar akalar, xudo xolasa. O'ta brend rang. Mana akalar, qulog'i uzun garbonoslari zo'rlardan yetib keldi. Assalomu alaykum O'zbegim Chorvasi YouTube kanali obunachilari, bizni kuzatuvchi hurmatli obunachilar, sizlarga mana shunday zo'rlardan akalar, toza Qirg'izistonda Arashan hamda Edilboy qo'chqorlarning akalar nominalarining chempionlaridan video syomka qilamiz. Xudo xolasa bugungi sanamiz 29-iyun 2026-yil hafta kuniga dushanba. Biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida xudo xolasa Sobirjon akamizni qo'y fermalariga kelib akalar mana shunday tozalardan video syomka qilyapmiz. Xudo xolasa ekran qarshisi yaxshilab o'tirib, like tugmachasini bosib qo'yasizlar akalar. Biz sizlarga chiroyli qilib, ma'noli qilib akalar, narxini ham zo'r qilib beramiz xudo xolasa akalar. Xudo xolasa to'liq ma'lumotini Sobirjon akamiz o'zidan olib beramiz. Sobirjon aka, mazza yaxshimi aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Obunachilar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xudo xolasa bugunga Qirg'izistonda toza qo'zilardan kelgan. Tozalardan kelgan. Soni bu yerda 45 ta, ichkarida 5 ta qorasi bor. Jami soni 50 ta. 50 bosh, shu paytda-da, xudo xolasa. Mana metrda ushlab olganim qo'ylarni bo'yini ham o'lchab beramiz. Bo'yini o'lchab, real hisob kitob qilib aka chiriq qo'yib beramiz. Kela olmaydiganlar shuni ko'rib olsa, bo'yini ishonda yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Iloji bo'lsa, lokatsiya tashab berasiz, tepasiga kelib, savdolashib, o'zlari yoqtirib olishadi, xudo xolasa, qo'ldan kelganicha. Bugun aka qanaqalardan chiqaramiz aka? Xudo xolasa bugunga bir 2 partiya ham 3 partiya qo'yimiz bor. Yaxshilardan. Puli arzonidan. Xudo xolasa shoshmay tursa, sal yemga tayyorlari ham bor. 2 dona uni ham ko'rsatamiz. Yemga tayyorlardan ham bor. Qilib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, tavsiya qilaveramiz endi. Bu joyda soni 45 bosh. Yosh o'yinlar qanchaga beramiz aka endi bularni? Bular 6 oylik atrofida qo'zilar. 6 oylik, 5,5-6 oylik atrofida, lekin buni garbonoslarga ham rahmat berasizlar aka. O'ta zo'rlanidan ekan. Qanaqalarni qayerdan topib keldingiz? Ular xudo xolasa o'sha Qirg'izistondan kelgan qo'ylar hammasi toza qo'ylar. Mana bo'ylarini bitta ko'ring qo'zini. Mana aka. Chakam 85 ekanda. Xohlagan bittasini o'lchab ko'rib olishaversin. Bu qo'y jonivar ilk tishni damini beradigan qo'ylar lekin. Nasl uchun aka mana shularda tarbiya qilishadigan bo'lsa ham qo'yni uzunligini ham qarang. Gazi ham uzun ekan. Hamma joyda kelishgan polvon ekan suyak. Shu yana 5-6 ta tashlab tushaveringlar. Bu ikkita kattasini ushadi ko'rsatdi degan gap bo'lmasin. Ushab chiqinglar tastas. Afg'on parodadan ham bor aka, bir dona mana. Oq yuzisidan xudo xolasa. Mana qo'zini qarang. Qo'zlar qarang. Mana aka. Xudo xolasa. Mana. Bu ham 80 xudo xolasa. Bu afg'on parodamiz akalar. Bu ham 80. 80 plus minusga olishaverar ekan. Plus ekan asosan. Bunday qilaylik. 75 plusga beraylik shuni. Qolgani bonus. Bonus. Mazaq kallalarni on qo'yiladi, kallalarni. Kallalari ham hamma joyda yaxshi ekan. Eng qizig'i qulog'i butun ekan, ozgina bittasi eng bor ekan, xolos. Mana qo'zini yelkasini qarang. Bu sutga to'yganligidan mana shunaqa bo'lib ketgan jonivar. Mana bo'yi. Bu ham 80. Gap yo'q. Hammasi o'zi 90% 80 plus ekan. Xudo xolasa eng qiziq ekan mana. Oqini ham bitta ko'rsat, oqini. Oq yuzlar ham oqidan ham bor ekan. Bitta oppog'idan bor mana. Ayiq polvon, xudo xolasa. Nozik didli obunachilarimizga mana shu oqini ham beraveramiz mana. Bu ham 80 ekan. 80 oq bo'ri dedim aka bularni. Xudo xolasa tavsiya qilaman. Oq oyig'idan. Aka mana oldi ketib baravarlaridan boqasiz, xudo xolasa yoshiga to'lgandan keyin nasl uchun sotasiz aka bularni lekin. O'zlari mana shu bitta bo'laylikda mana ko'rishdingda aka. Xudolar bunday. Bitta o'tayotganini ko'ring aka. Hammasi bir-biridan qolishmaydi, xudo xolasa. Olasiz foydani konini mana shu qo'ylarda bo'ladi. Endi aka buni narxini qancha deymiz? Narxini 5 milliondan qilib beraman. Kammi bormi? Ozginadan o'tib beraman. Chiriq o'tib beray aka buni.
Ko'pmas. Yaxsin. Bunday qilamiz. Aha, Ozgina desa 50-50 qilmaymiz. Bitta Aha. narx aytaman. bo'ldi. Arzon berding deyishsa shuni like bosib kommentariyaga otangga rahmat deb qo'yishsin. Aha. Olmaydigan odamlar qimmat ekan, u ekan, bu ekan deyishi ham mumkin-da. Mana o'zlarida mana shunaqa qo'y bo'lsa ha deng. Aha. 6 million narx aytadi mana. To'g'ri aka. Ana 80 plyus 80. ekan bu ham. 4 million 800 ming so'mdan optim olganga beramiz. 4 million 800 ming so'mdan. Ha. Hammasi olganga. Hammasini olganga. 50 boy. Lekin tanlab olsa ha deng. Aha. Tanlab olsa 5 milliondan tepada. 5 million ustida gaplashyapmiz Ha. tanlab olishiga. Buni ichida eng maydasini 4 million 800 mingdan bir 5 ta chiqazib beraman. 5 ta o'zi narxi Ha. chiqarib beriladi, xudo xolasa. Lekin hurmatli obunachilar, bunaqa variantda akalar kamdan kam keladi akalar. Mana sizni ko'pchilik aytishyapti aka, masalan, hozirgi kunda sariq qo'yni chiqarib turib Qirg'izistonniki deyishyapti mana shuni qo'y. Ha, serob. Sababi akalar bu tonida farqi bor akalar. Mana buni qo'zini, ushagi mana shu qo'zini mana. Mana shu qo'zi. Men sizlarga tushuntirib beraman. Qo'ydi masalan, kallalarga ahamiyat bering-da, mana katta bo'ladi qirg'izniki. Mana. Bo'yini ko'ring mana. 6 oylik qo'zi aka mana. 80 plyus xudo xolasa. Toni ham O'zi- boshqacha aka. O'zimizda avishni sariq qo'ylar bilan buni qo'ydi akalar tonidan farqi bor, ancha farqi bor. Suyagidan boshqa Mana, joydan mana. Mana bu qo'zlar qarang, sutga to'yganligidan yo'g'on bo'lib ketgan. Bu oyoqlarni qarang. Mana oyog'ini ham polvonli mana. Ha. Eng qizig'i beri ham aka mana. Yelkasi. Kallan tumshuqni qarang, tumshuqni. Kalla tumshuqlari hammasi polvon Buni ekan. bu qo'yni ko'rgan odam o'zi mazasi qochadi o'zi. To'g'ri aka, haqiqatan Ha. naslga boqadigan qo'ylar ekan aka bular, xudo xolasa. 200 kilo, 230 kilo bo'ladigan qo'ylar mana shu bo'ladi mana. Yoshligidan hozir mana qarang 5,5 oylik qo'yni bo'yi 80 bo'lib turibdimi? Aha. 6 oylik mana. Yoshga ko'ring. o'tgandan keyin aka yoshni o'tsa o'zi 2 kishi bo'lsa o'zi biladi o'zi hamma. Aha. Dastlabki xizmatlar qanaqa bo'ladi aka? O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Optim olsa Aha. 10 ta olsa qilib beraman Samarqandga ham. Ha, 10 tadan u yog'i optim narxda ketaveradi. Ha. Dastlabkasi ham optim narxda Shunday, O'zbekiston bo'ylab shunday. ketaveradi. Lekin aka bunday gap, bitta olishsa ham dastlabki xizmatlarimiz mavjud, lekin kelishilgan holatda qilib berasiz Qilib aka. beramiz. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab bor o'zi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor, lekin optimga O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi besplatni qilib beramiz. Lekin bir donaga vodiy bo'ylab qilib beramiz aka. Ha, bir dona xolagan yerga qilib beraman. Samarqandga ham qilib beraman bittani. Besplatni. Ha. Bittaga ham gap yo'q. Hurmatli obunachilar, aloqachi qo'rqsa kelishtirgan holatda sizga alohida akalar imkoniyatlar qilib berishadi akalar. Lokatsiya tashab berishadi, video syomka qilib berishadi. Undan tashqari akalar qo'ylarimizni alohida sizlarga kelishtirib, chiroyli qilib dastlabki xizmatlarni ham iloji bo'lsa qilib berishadi. Aloqa chiqing, ishni bitiriladigan holati bor. Akalar qo'ylar Namangan viloyat, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibdi akalar. Xudo xolasa. O'zim aytaman bitta gapni qarang. Aha. O'zingizga yoqqan qo'ydan 15 tami, 20 tami qilib bering desa 5 million 500 mingdan qilib beraman. 5,5 dan. Ha. Eng zo'rlarni Eng zo'rini qilib beraman. Ne gap? Lekin bozorda 6 milliondan kamiga bermaydi. To'g'ri aka. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Undan keyin akalar boqma qo'chqorlardan ham chiqarib beramiz akalar. Mana hurmatli obunachilar, naslga tozasidan so'raganlarga xudo xolasa. Aka bu qanaqa endi zoti buni? Xudo xolasa bu afg'on. Aha. Qo'yga qo'shqani tavsiya qilamiz. Nasl uchun. Ha. Bu o'zimizni birodarlarga ham berib turdik, 5-6 ta sovlig'i bor ekan, qo'shib oldi. Aha. Endi sotamiz buni. Ishlashi zo'r, xudo xolasa. Vobshe zo'r, sovliqqa bor-ku. Ne gap yo'q. Qo'y katta, bo'yi 95 Qo'ylarni plyus. ko'rsatib qo'yay buni. Quyruqlari ham Ha. xudo xolasa ochig'idan. Afg'onda o'sha tozasi bu. Tozasi. Bo'y qancha chiqadi aka buni? Qirg'izistondan olib kelganmiz. Bo'y jichakam 1 metr 95 plyusga beraveramiz. Aha. Yoshi qanaqa aka? Chini ochib ko'rsating. Yoshi mana. 2dan 4 ga chiqyapti. 4 ga chiqdi, ha. 4 ga chiqyapti ekan. Qo'y brend rangda qo'ydi. Hamma tomonlama kuchlik, ha. Hamma joylar kelishgan ekan mana xudo xolasa. Ana. Bu narxini qancha deymiz aka endi buni? Buni narxini 1100 ga beraman. 1100. Ha. Kami yo'q. Yo'q. Bo'lishi xudo xolasa. Xudo xolasa bu yaxshi o'zi. Narxiga ham behijolat. Ishlashlari zo'r akalar. Sinovdan o'tgan. Chiroyli endi o'zlari nasl olishgan. Ha. Endi buni qo'zisidan bor mana. Qo'zilaridan bor. Ha, bu yerda. Gap yo'q ekan mana. Xudo xolasa tavsiya qilamiz. Bu arashana bular, Bu arashan toza qo'zi bu. Qulog'i 21 chiqaveradi. Aha. Narxini bo'ladigan 10 millionga beramiz. 10 milliondan ikkalasi, Ha. ikkalasi 10 milliondan aka mana. Xudo xolasa tozalaridan so'raganlar ekan, bellari ham yo'g'on ekan mana xudo xolasa. Oyoq Qo'y zo'r. Mana razrezlarni ham ko'ring. Dumbalari ham kelishgan. Qulog'i ham butun. Bo'yi 90 chiqadi. Bo'y kechi, olib kechi. Sraz o'lchab qo'yaylik. Sraz ketaveradi ekan. 85. 85 ekan xudo xolasa. Bu qo'zi bo'lsa kerak bu joy. Qo'zidir. Qo'zi bu mana. Ikkishga endi chiqaryapti ekan.
tushib yoribdi, xudo xolasa. Yana bir oyda chiqarib boradi. Buni narxi Ikkovini o'sha 20 million bo'lsa ketaveradi. 20 million kami bor. Ozmas o'tib beraveramiz. Ozmas qayerga o'tib beriladi. O'zi Dastlabki stoykalar. qanaqa bo'ladi aka endi bularni? Oladigan odam bitta oladi aka. Dastavka O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab besplant ketaveradi akalar. Videoda oxirigacha ko'ringlar akalar, bularni ham yoshlardan chiqarib beramiz akalar. Mana endi akalar, obunachilar, qo'zilardan hali tish buzmagan, yoshi to'lganlardan so'raganlarga xudo xolasa tavsiya qilamiz, a? Bu chista afg'on. Afg'on poroda. Xudo xolasa. Qo'ydi junini qarang, Mana svetini. toniga ahamiyat berasizlar akalar, xudo xolasa. O'ta brend rang. Aha. Tavsiya qilamiz. Yuzlarini qarang, oq yuz. Mana qulog'ini ko'rsatib qo'ying mana. Toza Qirg'iziston belka akalar mana, xudo xolasa. Orqalarini bitta ko'rsating mana shu qo'ydi. Quyruqlari ham ochiq ekan, naslga tavsiya qilaveramiz buni. Ha, buni naslga tavsiya qilamiz, lekin narxini bor-ku. Aha. Go'sht yo'nalishida beraman bu qo'ylar. Просто bittadan aybi bor, oxirida aytaman. Buni ham ko'rsating. Mana aka, xudo xolasa, bo'ylari qancha chiqadi aka endi bularni? Bo'ylari mana sirraz o'lchab qo'yaylik. Sirraz o'lchab ketaveramiz, a? Mana, qarab turing. 90 aka. 90. Xudo xolasa. Bu ham 85 dan 90 oraligi ekan, xudo xolasa. Tavsiya qilaveramiz akalar. Yoshi endi ekishga hali o'tmagan, yoshiga to'lgan. Bunisi o'tgan ekishga. Ekishga o'tganmi? Mana ko'ring. Mana ekish, ha. Xudo xolasa. U qo'zi. Endi qarang. Aha. Bu qo'ydi mana, buni tomonini ko'ring. Aha. Bu tomon ikkovini ham bittadan ko'zi ko'rmaydi mana. Ha, ko'zi yo'q. Ha, bir tomon ko'radi. Lekin tug'ma emas. Ha. Hayot davomida orttirilgan ekan. Mana bu ham bir tomoni ko'rmaydi, bir tomoni ko'radi. Xohlasa Bu yoshligidan boqilgan bu qo'ylar. tavsiya qilaveramiz endi. Xohlasangiz akalar nasrga ishlating, xohlasangiz go'sht yo'nalishida ala qiling. Narxini ham go'sht yo'nalishida qo'yib beraman dedingiz. Narxi ikkovini bir joyga olganga 15 millionga beraman. Ikkalasi 15 million. Donalabgachi? Donalabcha emas, ikkovini bir sotamiz uni. Jup sotiladi, xudo xolasa. Tavsiya qilaveramiz akalar. Narx so'ragansiz aloqachi qo'rasa, qo'ylarimiz Tepaquron qishloqida turibdi akalar. Xudo xolasa biz bo'lmasa shu joyda o'z syomkamizni yakunlaymiz. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchangizga chorvangizga Xudo barakasini bersin.